Ay, nima qilyapsiz? Ay, shunaqa ham tez haydadimi? Aka, shu narsa qilmadimi? Hech narsa qilmadimi? Odamni urib ketyapsiz, hech narsa qilmadimi? Bo'ldi, hal qilamiz aka, aytgan narsangizni olib beraman. Olib berasiz-da. Odamni urib ketyapsiz. BMWda urib ketyapsiz. Xo'p, nima qilay aka? Birinchi navbatda plastigimga bir 400 ming o'tkazing. Bo'ldi, faqat shumi? Shumi bo'ldimi? Qutulmoqchimisiz? Qornim och, shashlik olib bering. Aka, endi bo'ldimi, ketaveraymi? To'rtta shashlik olib berib ketmoqchimisiz? Hech qayerga ketmaysiz, kontrol o'ynaymiz. Aka, men kontrol o'ynashni bilmayman, vaqtim ham yo'q undan. Kontrol o'ynashni bilmaysiz, odam urib ketishni bilasizmi? O'ynaysiz. Ha, bosh charchashyapmanmi? Aka, men o'yna olmayman dedim-ku, uyga ketaveray. Yo'q, hali uyga ketish yo'q. Marojniy yeylik. Qanaqasidan? Anjom marojniy. Faqat originaldan olib keling. Uni anaqa pashkalari ham chiqib ketgan. Hozir olib kelaman. To'xta, hech qayerga borish shart emas. Uni Telegram boti bor. O'shanga shunday zakaz bering, dastavka qilib yuboradi. Bo'ldi, faqat shumi? Ha, davay, tez. Mana haqiqiy original anjom marojniy. Qarang, har xilidan chiqargan. Buni ta'mi ham boshqacha-da. Zo'r ekanmi, qay? Zo'r. Siz omadingiz bor ekan. Vaqtingizga mendek terpilar uchadi. Agar boshqa terpilar uchraganda sizni olib borib kelardi. Ha, malades. Zo'r terpila ekansan. Buncha zo'r terpilaman men.